Qiz uydan ketayotganda ota yuragining bir qismi yoz, bir qismi kuz bo'ladi degan gaplar to'g'ri ekan. Hozir o'z oilangni qurish uchun ota uyingdan ketyapsan. Yaxshi bor deyman. Ammo shuni bilginki, otang doimo shu yerda. Otang tog' kabi, tosh kabi doim ortingda. Aslo unutma. Qachon xafa bo'lsang, suyanishni xohlasang, ota desang bo'ldi. Men eshitaman qizim. Yetib boraman qizim. Kelib mendan qizimning qo'lini so'rading. Men senga ikki ko'zimdan birini yulib beryapman. Ikki qo'limdan birini. Ikki oyog'imdan birini kesib beryapman. Meni ko'r cho'loq qilib ketyapsan. Joningdek asra. Avval Allohga, keyin senga.